Assalomu alaykum YouTube Cherry Farg'ona kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan uzoq kutilgan yangilik, ya'ni Cherry'ning Business Class sedani haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu avtomashina haqida barcha ma'lumotlarni sizlarga berib o'taman. Cherry Arizo 8, ya'ni gibrid modelimiz haqida gaplashamiz. Tashqi dizayniga keladigan bo'lsak, 18 quyma diskalar juda ham chiroyli qilib ishlangan. Business Class sedan hisoblanadi. Faralari LED bo'ladi, ponni elektronli bo'ladi mashinamiz. Bundan tashqari motori 1.5 turbina, ya'ni 140 ot kuchi bo'ladi. Uzunligi pashti 5 metr bo'ladi, ya'ni 4 metr 78 sm bo'ladi. Eniga keladigan bo'lsa, 1 metr 82 sm bo'ladi. Balandligi bo'lsa 1 metr 43 sm bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin, ponni panoramik tomlari bo'ladi. Mashinamiz ponni elektronli bo'ladi. Bundan tashqari mashinamizda slipovoy zonalari ham bo'ladi. Bu ikkinchi pozitsiya, ya'ni premium pozitsiya hisoblanadi. Bundan tashqari motoriga keladigan bo'lsak, motori 1.5 turbina bo'ladi, ya'ni 143 ot kuchini beradi. Расходga keladigan bo'lsa, e'tibor berib turasizlar, расход 100 km ga 3.9 litr bo'ladi. Bundan tashqari mashinamiz ponni elektronli bo'ladi. Bagajiga o'tadigan bo'lsa, bagaji 455 litr bo'ladi. Bemalol ko'rishlaring mumkin. Ancha yukni bemalol qo'rsa bo'laveradi mashina ichiga. Bundan tashqari mashinamizda avtotarmajeniya bor, ya'ni oldindan 5 metr xavf sezadigan bo'lsa, mashina avtomatik to'xtab qoladi. Ya'ni o'sha qachonki qizil hududga yetadi, mashina avtomatik tormozlaydi. Bu nimani beradi? Yana ham komfort beradi. Rullari ponni elektronli bo'ladi, 3 ta rejimda yuradi, ya'ni Eco, Sport va normal rejimda. Mana rejimlarni ko'rishlaring mumkin. Режим стандарт. Eco, Режим эко. normal Rejim va standart. sport rejim. Rejim sport. Ponni elektronli bo'ladi mashinamiz. Podsvetkalariga e'tibor berib qo'yasizlar mana. O'sha rejim o'zgaryapti, podsvetkalar ham o'zgaryapti mana. Bemalol ko'rishlaringiz Rejim mumkin. стандарт. Bundan tashqari Rejim mashinamizda labovoydan spirali bor. Ertadan qish holatida mashinani muzlatib qo'ymaydi. Birdan 100 gacha tezlanishi 7.3 sekundni tashkil qiladi. Bundan tashqari panoramik tom, luklari ham bo'ladi. Sedanda juda ham chiroyli ko'rinadi ular. Ko'jalarga keladigan bo'lsak, eko koja bo'ladi. Bu mashinamiz bitta zaryad bilan 1400 km da bosib o'tadi. Bu yana ham ekonomichni mashina hisoblanadi, ya'ni business class sedan hisoblanadi. Ponni elektronli bo'ladi mashinamiz va nimalari ham, korobkalari ham robot bo'ladi. Ya'ni robotizirovniy bo'ladi. Oxirgi avlod hisoblanadi. Bundan tashqari mana nimalarga ham e'tibor berasizlar. Juda ham chuqur, ancha ham yuklar ham bemalol ketaveradi. Mashinamiz 3 ta motor bilan joylashgan. Общий bu bizga 347 ot kuchini beradi. Undan tashqari mashinamizda xavfsizligiga juda ham katta e'tibor berilgan, ya'ni 10 ta xavfsizlik vositasi bilan jihozlangan. Bu yana ham o'sha xavfsizlik taraflama qulaylik beradi. Agar mashinamiz bistri zaryad bilan, ya'ni tez zaryadlashni nimasida tizimida zaryadlaydigan bo'lsalaring, 3 soatda zaryadlanadi, o'sha to'ladi. Agar uyda qo'yadigan bo'lsalaring, o'zidan zaryadlangan 9 soatda to'ladi. Orqalariga ham e'tibor berib qo'yasizlar, juda ham keng qilib ishlangan mashina. Uzoq yo'lga ketadigan bo'lsa ham oldidagi odam ham komfortga ketadi, orqadagi odam ham komfortga ketadi. Bundan tashqari orqasida ham mana abagreiflari bo'ladi. Ya'ni buni o'zini mana skorsi bor. 3 tagacha skorsi bor. O'zi qanaqa issiqlik kerak bo'lsa, o'zingiz moslab olsangiz bo'ladi. Undan tashqari alohida konditsionerlari bo'ladi, eko koja qilib ishlangan. Bemalol mashinani biznes klassda bo'ladi. Ushbu modelimizni xarid qilmoqchi bo'lsalaring, narxini aytib o'taman. Tan narxi 364 million 900 ming. Barchalaringizni salonimizda kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.